bir o'rtog'im aytadi, qora aka, esingizda bo'lsa onamni janozalarini birga o'qidingiz, chilyosillarni birga qilib berdingiz, patahalarni birga o'tkazdik. Hech kimga aytmagan bir gapni aytaymi? Ha, ayting. Onam vafot etyaptilar, hech kim onasini vafot etishini xohlamas ekanda. U doktorni olib keldim, bu doktorni olib keldim, u professor, bu professor, oxiri bitta professorni olib keldim-da deydi. Tomirlarni ushlab, davlinalarni ko'rib, ko'zlarini ko'rib, tashqariga yuring debdi. Tashqariga chiqqanda Hoji aka debdi, ha desa, hamma narsani mazasi bor-da. Taomda mazasi bor, mevani mazasi bor, xuddi shu singari uyda ham mazasi bor hovlini. Hovlini mazasi ota-ona bo'ladi. Mani ota-onam o'tib ketishgan hovlimi mazasi yo'q. To'y qilib ham, marosim qilib ham mazani bilmayman. Agar oningiz g'animat ekanlar, gapga soptiringlar, uyquda ketib qolarlar. Mazani kelgansidan topolmay qolasiz deb tushuncha beradi. Kirib akam, opam, ukam, jiyan hammaga tushuntirdim. Savol beryapmiz, gapga solyapmiz. 2 soatda gap ham tugasading deydi. Bir mahal uyquga ketyaptilar, ko'zlarini yumyaptilar, iyak tortishni boshladilar u. Oyoqlarini ushlasam, tizzalariga cho'r muzlab o'tdi-da deydi. Oyoqlarini qimillatsam, ko'zlarini ochdi. Ha o'lim. Bir narsa so'rasam maylimi? Ha, so'rang. Endi qo'limdan kelmaydi. Har bir gapda so'rasam, qo'limdan kelsa deydigan onam oxirgi vaqti ekanlarda, o'g'lim endi qo'limdan kelmaydi. Qo'lingizdan keladigan narsani so'rayman-da onam. Mayli bo'lmasam, orzungiz, armoningiz bormi debdi-da. Ko'zlarini chirt yumib oldilar deydi. Qarang, ko'zlarini chirt yumib oldilar. Oyoqlarini qimillatib, aya, ha o'g'lim, armoningiz bormi, orzungiz bormi desam, ko'zingizni yumib oldingiz. Ayting, o'sha armon, o'sha orzu nima? Qilaman. Qilalasizmi? Qilaman. Ko'zlaridan yosh oqdi, ro'molcha durra ho'l bo'lib ketdi deydi. Aya, armoningiz bormi, orzungiz bormi desam, ko'zingizni yumib oldingiz. Orzungiz, armoningiz bormi desam, ko'zingizdan yosh oqyapti. Nima o'sha orzu, armon? Ayting desam,